Juda chiroyli proyekti bitgan, bugun bitta xonadonga kelganmiz. Hozir syomka jarayonlari ketyapti. Mana shu videoni boshlanishidan bilyapsiz-ku, juda katta xonadonga kelganmiz. Bu ikkinchi qavatda o'zi. Biza turgan joyimiz xollni kattaligini qarang. Mana shu o'ziga, mana shu divanli zonamizni sal o'ng tarafroq suradigan bo'lsak, bir 20 kishilik stol ham joylab borsa bo'lsa kerak. Endi xonalarni sanaylik. Bitta spalni ichida sanuzyullari bilan, ikkinchi spalnamiz, uchinchi spalni shu yon tarafimizda bo'lsa 4-chi spalnamiz joylashgan va chiqqanimizda o'ng qo'limizda bu bizani 5-chi spalnamiz. Remontlari ko'rayotganingizdek bizani auditoriyaga yoqadigan neo-klassika stilida qilingan hammasi. Bu yotoqxonamizni ham xuddi shunaqa o'zining ichida garderobni, sanuzyullarigacha qilib qo'yilgan. Tez kunda to'liq video obzorini joylashtiramiz. Okamlarni ko'ndirib qo'ydim. Xohlasanglar tayyor mana shu turgan hamma mebellari qoladi. Xohlasangiz hamma narsani olib chiqib ketadi. O'zingizni mebellaringizni olib kelib bemalol joylashtirib olsangiz bo'ladi. Tez kunda to'liq video obzor. Bizdan uzoqlashmay turasizlar.